Zangor Zumra fermer xo'jaligi rahbari Muhammadjonman. Bizni bu fermer xo'jaligimizda 20 gektardan ziyodroq maydonimiz bor. Bu bog'dorchilik hamda sabzavotchilik yo'nalishida ishlab kelyapmiz. Yaxshi, hamma sharoitlar prezidentimiz mana bizga qilgan imkoniyatlar, qulayliklardan samarali foydalanib ekinlar ekyapmiz. Bursa tumanimizning rahbarlari hammalari bizga ko'maklashib, mana o'z vaqtida ekib, yaxshi natijalar olyapmiz. Oilamiz ham xursand, o'zimiz ham, ishchilarimiz ham hamma xursand. Mana hozir 90 bosdi ekinlarga harakat qilyapmiz. Shulardan chesnok, mana ko'k piyoz, kashnich, sabzi, lavlagi 8 xil, 9 xil 90 bosdi ekinlarni parvarish qilib kelyapmiz. Hozirda mana endi yana qishki lavlagi ekishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bunga joylarni tayyorlab harakatlar qilyapmiz.